Sag'bon atrofidan korobka nastroyka qidirayotganlar bormi? Bitta yurakni jizillatadigan bor. Domimizning tashqari tomondan ko'rinishi, mashina kirmaydi ichkariga, bolalar ham maza qilib beshetkalarda fontanlar oldida bemalol o'ynashligi mumkin. Domimizga sifatli temir eshik qo'yilgan, o'zini отпечатка va parolda ochiladigan xususiyatga ega. Birinchi qavatda koridorni ko'rishingiz mumkin. Katta va keng qilingan, o'zini liftlari ham bor. Lift ichini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Uzun katta lift qo'yilgan. Mana 6-qavatga ham chiqib oldik. Koridorlarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. 6-etaj ham kenggina, katta. Bemalol mazza qilib narsalaringizni ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, ortiqcha narsalar. Endi uyimizning ichkari tomonini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Polniy devorlari pishgan g'ishtdan qilingan bo'ladi. Uyimizning kvadrati 106 kvadrat metr hisoblanadi. Bu uyimizni 3 xonaga bo'lib, planirovka ham qildirib qo'yganmiz. Tayyor qilib, olgan odamga bonus qilib qo'shib beramiz. Uyimizning mana shunaqa kichkinagina o'zini balkoni bor. Mazza qilib, ko'finglarni damlab, oynadan qarab tursangiz bo'ladi. Domimizning mana shunaqa aylanadigan, o'tiradigan zeleniy zonalari bor. O'zini katta fontani ham bor. Bemalol kech payt salqinda tushib mazza qilib aylansangiz bo'ladi. Magazin va parkovkalardan ham xudo xolasa umuman muammo bo'lmaydi. Kimga shu nastroykamiz qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldirsanglar, narxini tashib beramiz.